Mana ustunni alkafon bilan qanday yopasizlar, qanday tekis bo'lyapti degan savollar bo'lyapti, har xil kommentariyalar bo'lyapti. Instagram, TikTok, YouTube'da mana shuni tushuntirib o'tib ketaman. Mana oddiy mana. Kesaki bu mana. Kesakiga mana 3 mm ilashadi. Alkafon 3 mm ilashadi kesakiga. Endi bu T profil. T deyiladi. Mana bunga qancha ilashyapti? 2 sm ilashyapti bunga. Mana 2 sm ilashadi alkafon. Ya'ni shu kesakida qilmasdan shuni o'rta T profilda qatirtirsanglar 2 sm ushaydi. Ya'ni yaxshiroq, moshniy ushaydi. Chem kesakida ushagandan ko'ra mana shu T profilda yaxshiroq ushaydi. Ustuningizni alkafon bilan yoptirmoqchi bo'lsangiz, tashqi tomoni. Mana. Tashqi tomoni mana T profili. Tashqisi. Bu mana kesakida tashqi tomon. Shunday yopiladi. Kesakida arzonroq, T profilda qimmatroq bo'ladi narxi.